6-qism. Mana əmdilikdə o rəsmi qorxuşqa başladı. Çünki o xəbərlərdə və yoki kitoblarda yovvoyi odamlarning o'ziga notunish biror narsa uchragan vaqtda o'zlariga xavf elib kelishdan ansirab, tezla bartaraf qilinganligini va yoki o'zlarining g'izosiga aylantirib yetilganligini o'qigan edi. Uning badallari qo'rqinishdan g'al-g'al titrashga boshladi. Shunda qo'rqinish ichida turayotgan turg'unni ular har xil daraxtning yopirmoqlari orqali to'qigan tugunchaklar bilan bog'lab, o'zlari yosib olgan tush qurolida elib meng'vatadi. U atrofga shuncha nazar solgan bo'lsa-mu, ammo o'zining birodarlari hech yerda ko'rinmay o'tadi. U ana shunday hech nimani o'qimagan holatda yuragi qop-quruq osmonga tikilibla, ular to'shiyotgan zambil ustida jimjit yotadi. To'g'ri. U do'stlari bilan o'nkirga kirishning oldida texi qop-qorong'u atrof mana endilikda quyosh parlab chiqib, ko'zlarni chimildatmoqda edi. U o'zi ichida balkim bularmi? Men burun ko'rgan kinolardagidek meni pishirib, u dunyoga uzib qo'ymoqchi o'xshaydi. Hay, mana olvoslarning qo'lidan qochib qutulib, endilikda bu yovvoyi odamlarning qo'lida tugishadigan bo'ldim. deganlarni o'ylaganicha o'zining tezroq ularning manziliga yetib berishni umid qilib o'tadi. Chunki olvoslarning qo'lida bo'lsa, har holda o'zining qanday usulda o'ladiganligini biladi. Bu yovvoyi odamlarning qo'liga tushgandan keyin cho'qim qiynalib, yo jinim chiqmay, yo jon kirmay qiynalib, jon taslim qiladigan bo'ldim-da. Hey, balkim men ketgandan keyin boshqalar mening o'limim to'g'risida nurg'un qiyoslarni qilib kelishi mumkin. Lekin ular hargiz mening uncha qiynalib o'lganligimni his qilib yetmas. Ular hatto bu o'rmonning ichidagi yovvoyi odamlar borligini bilmasligi mumkin mana. Endilikda tugashdim. Rostli tugashdim. deganlarni o'ylayotganida yovvoyi odamlarning birdilla o'nlik vaqirib, qandaqdir bir murosim uchun tayyorlik qilayotgandek dog'dug'a qilishga boshladi. U beshini ko'tarib qarab, ularga yiroq bo'lmagan pashtoqlar o'rnatilgan, pashtoqlarning eng yuqorisiga mazmut qilib qo'yilgan podsholarningidek supini ko'rdi. U supida yuzlari qip-qizil, beshida bo'lsa to'g'uning paylaridek nurg'un o'nchi marjonlar qo'yilgan tosh taqib olgan birsi, yenidagi yuzi yepig'liq bo'lgan qarmoqqa u ayol zotidek yovvoyi odam bilan qora tishlarni yengaytgancha o'ltirdi. Turg'un ko'nglida bu balkim yovvoyi odamlarning qabilasidagi eng yuqori o'ringa ega kishi bo'lsa kerak. Ehtimol uning yenidagi u almoqchi bo'lgan ayol bo'lsa, turg'unni ularga mazali g'izo qilib berish uchun mushiyaga epkagan bo'lishi mumkin deganlarni o'yladi. Afsuski, amdilikda yuz beradigan ishni turg'un o'ylabmi tushiga kirmagan edi. Ular turg'unni elib kelgandan keyin uning qo'llarini yeshib, uni supiga elib chiqdi. Turg'un supiga chiqib, teg'i nemishliqini o'qimasdan boyiqi beshiga yo'g'on tosh taqib olgan yovvoyi odam beshidagi tojni elib turg'unning beshiga kiydirdi. Tushunmaydigan g'alati yovvoyi odamlarning tilida bir narsalarni degenicha atrofdagi boshqa yovvoyi odamlar ular sayrab to'xtamagan quchqashlardek o'zlarining tilida varqirishib o'tadi. Turg'un o'z ko'nglida balkim bu ularning murosim odati bo'lsa kerak. Meni o'ltirishdan burun mushkil murosimni o'tkazadigan bo'lishi mumkin deganlarni o'yladi. U shu ishlarni o'ylab turibotganda tuyuqsiz quloqiga o'ziga tonish bo'lgan bir ovozni anglab orqa qarab xushalligidan ko'zlariga yig'i o'lashdi. Garchi uningga so'zlayotgani qo'llari mahkam bog'liqlik va o'ziga yopdi gap qilib turgan Vali bo'lsa-mu, shu topdiki uning yuragidagi bir xil illiq tuyg'uni hech kim ifodalab berolmaydi. Turg'unning Valiga qarg'anligini ko'rgan qabiladagi boshqa kishilarmi jimig'inicha ularga qaradi. Turg'un bo'lsa Valiga qarab so'zlashga ulgurmasdan Vali uningga qarab, "Ben qo'shib ketmoqqa o'xshamabsan sen. To'ying bo'ladi emasmi sening?" Buni anglagan Turg'un, "Nimalarni deydigansan? Kimning to'yi bo'ladi-ki? Ular meni yemoqchi. Nadi seni yeydi? Seni kuy o'g'il qilay demoqchi. Meni yaratmabdi, shunlashqa seni tanlabdi. Bilamsan, bo'lmasa o'g'o, sen mendek mana bu yeg bog'liqlik bo'ladi." deb o'zi bog'liqlik turgan daraxtni ishorat qildi. Demisimi, Turg'un ko'rgan kinolarning ichida ko'pincha yovvoyi odamlar o'zlariga nisbatan yuqori o'ringa ega kishilarni mana shunday ega supalarga chiqarib qo'yadi.
tunji to'yini yovvoyi odam bilan qildiganligini o'ylagan Turg'unning badallariga yana jug'juq olishga boshladi. Turg'un Valiga qarab, "To'la odam qo'rqitmoqni adash. Nimalarni deydigan sen? Sen ularning tilini qanday bilasan? Sen ya bu tilda o'qimasan, bizga yovvoyi odamlar tili darsligi bo'lmasa ya. Sen buni qanday bilasan? To'la meni qo'rqitma jinim adash." degenicha Valiga bir xil bechoralarcha qarashga boshladi. Vali bo'lsa, men seni aldab yuramdim. Kichik vaqtimda mening bir gachi do'stim bo'ladigan. Uning bilan fikrlashamagan vaqtlarimda qo'l ishorasi orqali paranlashatdim. Shu vaqt ugunib olganlar mana amdilikda esqatdi. Uning tili bizga o'xshamasimi, ammo qo'l ishorasi biznikiga o'xshashga. Shunlashqa men ana shuningdan bilib oldim. Ularning bizni bu yerga olib kelishidagi maqsadi seni o qabiladagi eng cho'ng mush qabilaning boshlig'ining bir dalla e'tiborli qizga o'ylab qo'yish kerak emasmi? Meni bo'lsa sizlarning to'yinglarning mazliq g'izos qilmoqchi. Turg'un bo'lsa Valining so'zining oxiri tugamasdilla. Boshqalarchi, boshqa birodarlar ne ketdi? Men bu yer ko'zimni ochgan vaqtda ularning birisi yo'q. Bu zodi nima ish? Vali Turg'unga qarab, "Nemish bo'ladi? Ularni ma'u daraxtni o'ttirsidga qoqasliqqa opirib, badallari seriqmay surkab, kunga qoqlayotdi. Ularni qo'ritib yemakchi o'xshaydi. Tushundingmi? Ehtimol bu sening to'y kechang uchun oldin tayyorlangan, quvvat to'liqlaydigan ozuqlik bo'lishi mumkin." Valining so'zlarini anglagan Turg'un quloqlariga ishonmay qoldi. Chunki necha vaqtdan beri o'ziga hamroh bo'lib, mana mushkamga kelguncha barliq jafo mushaqqatlarni qiyin qistoqlardan o'tib kelayotgan birodarlarning mana endilikda o'zining g'izosiga aylanib ketishini Turg'un o'ylabmi bakmagan edi. Turg'unning ko'zlariga yig'i o'lashgan dal shu paytda Vali Turg'unga qarab, "Uncha valla ko'nglingni yerim qilib ketma adash. Bizga yana chiqish yo'li bor. Sen avval ularning degani bo'yicha chiqibdi. Undan keyin ahvoliga qarab ish tutaylar. Men ularning barliq degan gaplarining hammasini sana tarjima qilib yetkazib beraman. Sen ularga meni tan ib qoldiganligini ayt. Meni qo'yib versala ondan bu to'yga qo'shildiganligini ayt." Buni anglagan Turg'un bo'lsa, "Men ularning tilini uqmasam ya. Men qanday qilaman, qanday deyman ularga bu gapni?" "Voy, rost sen uqmaysan? Ha, ularga o'zimday bo'ldi." deb ularga so'zlamoqchi bo'ldi-yu, yana to'xtab qoldi. U so'zlash uchun cho'qim qo'lni ishiltish kerak edi. Turg'un o'zining o'rnining yuqori ekanligini bilganligi uchun darhol berib qo'llarini yeshivatdi. Vali ularni oqsoqligiga qarab qo'llarida har xil ishoralarni qilishga boshladi. Bayqi Turg'unga tajdaqa qo'ygan qiyri yovvoyi odam mana endilikda bir hozir jimib ketgandan keyin qo'shildiganligini bildirib boshlanishdi. Ular ikkisini bo'shtib olgandan keyin heliqi qiyri Turg'unning yanidagi qizining yuzini ochdi. Turg'un ko'z oldidagi bu manzardan qo'rqqanicha Valiga qaradi. Ularning shu topda chiroylari sarg'ayib, samandek bo'lib ketgan bo'lib, hayotida bunday sat qizni ko'rib boqmagan edi. U qizni ular hozirgacha ko'rgan qizlarning ichidagi eng sat deyishga bo'ladi. Vali birda u qizga, birda Turg'unga qarab, "Ohoy, tugishibsa adash. Sen tunji to'yingdila mana mushundaq parizatga o'ylindigan bo'lding. Hisobda bu sening ta'liya. Amalba qorong'uroq odam ko'rmaydigan yerda yiqilashchimi? Bo'lmasa o'zing qo'rqib ketgudeksan. Ha, to'g'ri. Sizlarning bolanglar sana o'xshami yoki uning o'xshami?" deb Turg'unning tishlarini qiyishtirib o'tadi. Turg'un bo'lsa, u qizning chiroyiga qarashdimi qo'rqib, boshqa joyga qarab turib o'tadi. Ularning to'y murosimi boshlandi. Yovvoyi odamlar yana boyqidek churqirishib tabriklashayotgan vaqtda atrofni oq tuman qoplashga boshladi.